o'sha tema Damas motorga Spark 1.5 lik Porsche qo'yish necha pulga tushadi deb video qo'yganda bunday oldi. 2.760.000 so'm pul ketgandi. Savol ko'p bo'ldi. Spark 1.5 lik Porsche bilan Damas uzun zavodskoy motori bilan o'rtadagi tafovut, ya'ni narxida necha pul farq qiladi deb ko'pchilik savol berishdi. Videoga like bosib, oxirigacha kuzatib tursangiz, inshaalloh oxirida narxini aytamiz. Shatun asosan rol o'ynaydi bu joyda. Mana zavodskoy bizga Spark 1.5 lik Porsche'ga tushadigan shatuni, bunisi esa Damas'ni o'zini zavodskoy shatuni. Palis o'rni bir-biriga to'g'ri kelmaganligi uchun biz zavodskoy shatun zakaz qilib Xitoydan olib keltirganmiz. Shu sababli asosan shatunda bo'ladi eng katta farq, Porsche'da bo'ladi. Bunga ikkitasiga ham keramika, garantiyali gnezdo, klapan, направляющий, vallarini, kladishlarini qo'yib, shatunlar bilan podgonlarni qilib berganmiz. Blokka ikkoviga ham gilza qo'qib, zavodskoy standart holatiga qaytarib berilgan. Spark motorli Damas'imizga 2.760.000 so'm pul ketgan. Damas'ni обычный motoriga 1.720.000 so'm pul ketdi. Bu videoni Damas, Tico, Matiz, Labos bor. Yaqinlarga jo'natib qo'yasizlar. Sahifamizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, qanaqadir savollaringiz bo'lsa kommentariyada bersangiz, inshaalloh o'zimiz hammasiga javob beramiz.